Turk qo'shni mehmonga chaqirib, o'zi tayyorlagan salatini ol, shundan yeb ko'r deyavergandan keyin, ha mayli, ko'ngli o'lmasin deb bir marta olib yeb ko'ray dedim-u, oxirigacha tugab qolganini sezmay qolibman. Bu salatning tayyorlanishi ham, mahsuloti ham oddiygina bo'lib, baqlajon hamda bolgarni duxovkaga qo'yib pishirib olamiz. 20-25 daqiqadan keyin olib, ustidagi qobuqlarini tozalab tashlaymiz va ularni mayda qilib to'rg'ab, chopqida 1-2 chopvoramiz. Bir idishimizga qatiq, tuz hamda 3 dona sarimsoqni randalab qatiqqa aralashtiramiz. Endi kichkinagina skоворodchada xohlagan yog'ingizni, men sariyog' ishladim, 1 qoshiqni solib, ustiga qizil maydalab tuyulgan bolgardan 1 qoshiq solamiz. Atiga u ham 1 daqiqada tayyor bo'ladi. Endi salat solmoqchi bo'lgan laganimizga oldin tayyorlab qo'ygan baqlajon aralashmamizni qo'yamiz. Ustidan tabga ko'ra biroz tuz sepib aralashtiramiz hamda qatiqli sousimizni ustiga chiroyli qilib to'kamiz. Qatig'imiz ustidan esa tayyorlab olgan yog'imizni, qizil yog'imizni shu atroflariga sochib chiqamiz. Yana ham chiroyli chiqishi uchun men ustiga yong'oq sepvordim hamda mazali bo'lishi uchun. Siz xohlasangiz sepmashingiz ham mumkin. Siz ham meni ko'nglimga qarab bir marta tayyorlab ko'ring. Yoqqan yoqmaganini izohlarda kutib qolaman.